Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari, Chorva Face kanalimiz obunachilari. Mana bugun biz sizlarga Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasi Ing'irchoq qishlog'idan video syomkalarni boshladik. Hop, bugun hafta kuniga juma, kun sanamiz necha edi? 9-yanvar 2026-yil. O'qilgan juma namozlarimiz Alloh dargohida qabul qilsin. Hamma mo'min musulmonlarga juma ayyom muborak bo'lsin deb biz video syomkalarimizni Dehqon akamizni xonadonidan boshladik mana. Haqiqiy dehqondan so'raganlar bormidi mana? Dehqon akamiz mana olib, buzoqchaligida olib 1 yil davomida boqibdi mana. Buqani hozir mana sotamiz deb reklama qilib bering deb chaqirishdi mana. Shuni sizlarga bir tanishtirib, ma'lumotini qo'ldan kelgancha olib berib ko'rsatib boramiz mana. Akalar dehqon xonadonidamiz. Buqani o'sha buzoqchaligida olibdi mana, yana 10-15 kun boqsa olinganiga 1 yil bo'lar ekan. Kurak chiqarishga kelibdi. Bir 15 kun oldin ko'rganimda kuragi yo'q deb aytdi. Endi hozir egasidan to'liq ma'lumotlarni olib beramiz. Assalomu alaykum. Surashbek obunachilar uchun. Yaxshimisiz? Buqani boqibsiz mana. Ko'z tegmasin, mashalloh deb ketamiz. Bu buqani ma'lumotini berib yuborasiz endi buni. Olganingizga qancha bo'ldi endi buni? Buqani olganimizga Qattiq gapir. Aha. Bir 10-15 kun ichida 1 yil bo'ladi. Aha. Endi zotidan keladigan bo'lsak, zoti o'zimizni ko'pchilik qirg'iz deyishyapti. Endi buni o'zimizni mesniga ham tortyapti. Endi buni ko'raversin, ko'rib. O'zimizni shu mesni paroda sigirga shu Qirg'iziston shved buqalaridan qo'yilgan o'sha gibridlashganda mana akalar ko'rib bahosini beringlar. Inshaalloh mana bir aylantirib yana orqalaridan ham ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Buqa endi o'sha olib kelganda bog'lashgan ekan, hali tashqariga chiqmagan deydi. Hozir tashqariga olib chiqib ko'rsataylik desam, akamiz sal qiynalamiz, sho'xlik qilsa kerak va bir joyda turib zerikkan deyishyapti. Aka, buni nima berib boqyapsiz endi buqani? Bunaqa teritiydi, tayyorlaydi. Kechqurun shu kunjara bilan o'sha makkan chiqarilgan atalar qilib jomda beriladi. Necha kilo kunjara beryapsiz bir kunda? Hozir shu atalarga qo'shib 2 kilo berilyapti-da, atalarga ichiga qo'shib yuboriladi. Makkan chiqartib kelganman. Gap yo'q. Atalarni foydasi qanaqa ekan? Zo'r aka, atalar foydasi. Ishi bilan sirazi o'zgarlagan. Kunjara ham beryapsiz, atalar ham beryapsiz, aralashtirib beryapsiz. Yeb itishlari zo'rmi, uyaltirmaydimi? Uyaltirmaydi aka, behijolat. Akalar, ukalar bizni tomosha qilib turganlar, buqani rosa o'sha semirishga kelgan joyda ekan, rosa semirishga kelibdi. Yana bir dehqon akalarimiz olib yana bir 3 oy boqib borsa boshqacha bo'lib ketsa kerak deb o'zimizcha o'yladik. Endi buni tashqariga olib chiqishda iloji bo'lmayapti. Sal qorong'roq bo'lyapti. Avvalo uzr so'raymiz. Shu imkon qadar shu turgan joyida ko'rsatib berishga harakat qilyapmiz. Videolarimizda kamchilik xatolar uchun uzr so'raymiz. Endi buni shirin joyi narxida-da. Buni narxini nima deymiz endi? Narxini endi kelishtirib beramiz aka. Nech pul deysiz? 30 million baho aytyapmiz. Kelishtirib aytavering. Kelishtirib shu maqsad sotishmi? Sotish. Maqsad sotish bo'lsa, yo'lida qilib kelishtirib aytsangiz, ko'rgan odam ham ishqo'z bo'lib telefon qiladi-da. Endi buni baland narx qo'yib qo'ygan bilan, endi siz avval dehqonsiz, siz bilan bu narxni talashib, o'qib ber deyishimiz kerak yo'q. Maqsad sotish bo'lsa, kelishtirib ayting, ko'rgan odam ishqo'z bo'lib telefon qilsin. 30 millionga ozgina yo'l qilib beramiz aka, kelishtirib. 30 million xayri bor. Dehqon bilan ko'p narxini talashmay qo'yaylik, hurmatli obunachilar. Mana molning holati, buqamizning holati, bo'ylari taxminan shu 1.35 plus. Shu 40 dan kam emas. Dehqon akamiz 1.40 dan kam chiqmaydi deyapti. Endi men o'zimning shaxsiy fikrim oldi 1.35 plus, orqasi 1.40 dan baland bo'lsa kerak buqani. Mana buqani holatlari, akalar, ukalar ko'rib like bosib, kanalimizga mehmonlar obuna bo'lish tugmachasini bosib keting. Inshaalloh naslli buqalardan, naslli xunojillardan, sigirlardan ko'rsatib, sizlarni zeriktirmaslikka harakatdamiz. Inshaalloh video syomkalarni
yanada davom etkizdirib, sizlarni zeriktirmaslikka harakat qilib boryapmiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana ko'rib bahosini beraverasizlar. Hop, hozir mana dehqon akamiz ham tashqariga olib chiqaylik desam, yo'q deb qo'rqib turibdi. Aka, buni sotishdan maqsad nima? Buni nima maqsadda sotyapmiz endi? Odamlarga savol bo'lishi mumkin-da, rasa boqsa semiradigan, rasa zo'r boqadigan holatga kelibdi-yu, nima sababdan sotyapti degan savollarga nima deymiz? Endi aka, buni sotishdan maqsad sotib o'rniga ikkita kichikroq qilib qo'yaman. O'zim endi ishda bo'laman aka, Toshkentda bo'lamiz. Endi ayollar hali ham sotib yuborar, bunday ijolat olyapman deb nima qilyapti, o'shanga kichkina aytirib qo'yaman aka, ikkita. Ha, buni sotib o'rniga ikkita kichkinasidan olib berib ketmoqchisiz. Siz ishda nima kasb bilan shug'ullanasiz aka? O'zimiz endi aka shu qurilish, tom qilamiz ko'proq. Bu akamiz mana haqiqiy dehqon. Kecha jonli efirimizda ham rosa dehqonlardan chiqar deganlar bo'ldi. Mana inshaalloh mana dehqondan qo'ldan kelgancha ko'rsatib bordik. Bizni tomosha qilgan hammaga katta rahmat. Alloh hammaning chorvasiga baraka bersin. Bunaqangi buqalardan, naslli xunojirni sigirlardan ko'p olib boqishlik hammamizga nasib qilaversin. Like'ni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz sizlarga bundan da qiziq syomkalarni ko'rsatishda davom etamiz. Sog', salomat bo'lasizlar.